Hammaga assalomu alaykum. Task 2 darsimizga xush kelibsizlar. Bu dars davomida Xudo xolasa men sizlarga Task 2 ko'tarish uchun bir juda muhim, juda foydali va qiziqarli bir formula berib qo'yaman. Qo'limdan kelgancha tushuntirishga harakat qilaman va o'zi bugungi mavzu Task 2 uchun bu qanday qilib siz ko'proq so'z yozib va qanday qilib ko'proq so'z yozsa bo'ladi va qanday qilib u ko'proq so'z yozib siz writingdagi ballingizni oshirtirib bilasiz. Shuning uchun boshlab ketamiz. O'zi birinchi bosadigan qadamimiz bu IELTS writingda nechta maksimum yozish so'z mumkinligini aniqlab olishimiz kerak va nechta so'z minimum. Buni menimcha ko'pchiliklar bilish kerak. Что IELTS writingda bizda minimum word count bor, bu 250 ta. 250 taligini bilamiz, lekin bitta narsani eslab qolish kerakku. Bizga maksimum qancha so'z yozish mumkinligini aytilmagan, belgilanmagan. O'sha uchun bemalol siz 300, 400, 500, 600, 700 tagacha so'z yozishingiz mumkin bemalol. Va sizlarga bitta Instagramdagi videomda hattoki misol keltirgandim. Writingdan 9 olgan bitta birodarimiz 9 olgan paytlari Writing Task 2 da 700 ta so'z yozib qo'yganlar. Undan tashqari men o'zim bir ko'rib qolgan bu Jo'rabek Sanakulov, juda mashhur IELTS instruktor, bu kishi ham juda ko'p so'z yoza oladilar. Keyin Dilshodbek Ravshanbekov bizda bor. U kishi ham esselarida odatda 400 ta 500 ta so'z yozib ketadilar. Men endi esselarni aytib ketyapman sizga. Alohida bir post tuzgan edilar o'zlari, что postga tushuntirgan edilar. O'sha bundan oldin, ya'ni oldingi experience'da IELTS writing testida yozganlarida qaysi writing task 2 da kamroq so'z, ya'ni 300 ta 200 ta atrofida yozgan bo'lsalar, o'shanda 7,5 chiqqan, pastroq balo chiqqan. 400 ta 500 ta yozgan holatlarda esa naborot writinglarning javoblari 8 chiqqan edi. Katta ehtimollik bilan bu bizga qanaqa narsani bildirib qo'yadi? Writingda iloji boricha ko'proq yozish kerak. O'zi aslida bu ideya menga Jo'rabek Sanakulov degan akadan kelgan edi. Birinchi marta o'sha katta rahmat. Keyin уже men u writing task 2 dan 9 olgan akamizni ko'rib bir nima bo'lib ketdim. Inspire bo'lib ketdim. O'sha uchun ko'proq so'z yozib boshladim. Uchinchisi bu Dilshod aka bo'lib qolganlar. Shularni men o'qiganimda juda ko'p so'z yozadilar. Juda ko'p emas, odatda 300 tadan ko'p so'z bor edi esselarda. O'sha uchun men aytdimki, bu uchun iloji boricha ko'proq so'z yozish kerak. Albatta bizada native speakerlar, ayrim native speakerlarda aytaylik Simon bo'lishi mumkin va Simondan tashqari mashhur IELTS examinerlar ko'p writingda 9 oladigan va kam so'z, ya'ni 270, 300 ta atrofida yozadiganlar ko'p, lekin bitta narsani tan olishimiz kerak bolalar, biza native emasmiz. Bizlar uchun English katta ehtimollik bilan yoki ikkinchi yoki uchinchi yoki to'rtinchi til. O'sha uchun o'zimizni keraksiz holda umidvor qilib o'tirmaymiz va 200 ta 300 ta so'z bilan 9 erishishga yoki 8 yoki 7,5 olishga bu ozgina qiyinroq vazifa. Bu possible, qiyinroq. U uchun juda ko'p experience kerak, juda ko'p vaqt kerak. Sizlarga berayotgan yo'l bu ozgina bo'lsa ham osonroq. Shu narsani eslab qolamiz. Keyingi qismga o'tamiz. Savol paydo bo'ladi, nima uchun Jahongir aka o'zi ko'proq so'z yozish kerak? Albatta, ko'proq so'z sizga ko'proq space beradi. Ko'proq sizga imkoniyat beradi. Yaxshiroq vocabulary, yaxshiroq grammar, collocationlar, phrasal verbslardan foydalanishga. Umuman idiomatic language, o'sha phrasal verb collocationlardan foydalanish uchun sizga qancha ko'proq so'z yozilgan bo'lsa, qancha ko'proq tushuntirsangiz, shuncha sizga nimasi oshiradi, ehtimolligi oshiradi, ya'ni siz qaysidir vocabularyni ishlab bilishingizni. O'sha uchun meni maslahatim ko'proq so'z yozish kerak-da. Nima uchun? Chunki sizga ko'proq space, ko'proq opportunity vocabularydan foydalanishga. Albatta oramizda endi IELTS writingni yozishni boshlaganlar bor, experience ko'p bo'lmaganlar bor. Ularga ko'proq so'z yozib, ko'proq ideya kelishi, ko'proq vocabulary kelishi qiyin albatta. Tushunaman. Shuning uchun bu video ko'proq agar siz 6 dan 7 gacha, 7 dan 8 gacha chiqmoqchi bo'lsangiz, bu video juda ham foydali bo'lishi kerak. Chunki bu ko'proq so'z uchun sizga albatta nima kerak? Vocabulary. Bez vocabulary qiyin. Eslab qolinglar, sizlarga aytishlaringiz mumkin, Jahongir aka ko'proq yozsam ko'proq xato qilib qo'yaman. No. Bu ahamiyat uncha ham katta ahamiyatga ega emas bu statement. Chunki IELTS writingda sizga xatoni sonini emas 1 2 3 4 5 uni emas, yo sizda foizni hisoblaydi. Ya'ni siz 100 ta gap yozib 50 tasi to'g'ri chiqsa, sizga 7 qo'yishi mumkin. 200 ta gap bilan 100 tasini xato yozgan bo'lsangiz ham o'sha 7 chiqadi. Ya'ni birinchi holda 50 ta xato, ikkinchida 100 ta. Farqi yo'q foiz bo'yicha.
50%. O'sha uchun eslab qolinglar bu narsani. Вот. И albatta qancha ko'proq siz bitta ideyani ochib bersangiz shuncha yaxshi, ya'ni shuncha ko'proq tushuntirib berasiz. Chunki IELTS Writing Task 2ni bir judayam muhim maqsadi bu nimaga ekzaminerga iloji boricha savolni o'qimasdan, o'ylamasdan sizdan o'sha savolga javob olib bilishi kerak. Shunday qilib qabul qilsak bo'ladi bu narsani. Bu tushunaman, bir g'alatiroq tushuncha bo'lishi mumkin, g'alatiroq yo'l bo'lishi mumkin. Buni nima deyiladi? Imagine qilish. Lekin shunday imagine qilishlaringiz kerakki, sizni examiners IELTS Writing Task 2 mavzusini o'qib, sizni essayingizni o'qib, o'sha savolga javob topib bilish kerak. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Keyingisiga o'tamiz. Aslida bu umumiy nimaga, bu yondashuvga bitta bir qiziqarli formula bor, lekin formula berishdan oldin sizga bitta narsa aytib ketishim kerak. Bu formulaga kelish uchun bir necha kun, hafta, oy va yillab man va boshqa ustozlar, boshqa ustozlardan o'rganman. Ko'p ustozlarning writing nimalariga marafonga qatnashib, kam har bittasini bitta ya'ni the best bitslarni olib o'zimni sistemamga nima qilib qo'ydim, plug qilib qo'ydim o'z sistemamga. Band script juda muhim, chunki band scriptga qarab IELTS examiner sizni essayingizni baholaydi. E'tibor bergan bo'lsangizlar, task response, ya'ni task 2da task response uchun 8 va 9da, task 2da bizda bir qiziqarli narsa bor. Bu task response. Task response nima degan? 8 ga qaraymiz. Ideas are relevant, well extended and supported. Tepaga chiqamiz. Aytgan ideas are relevant, fully extended and well supported. Marhamat. Ya'ni ana shu formulaga qarab, ana shu ikkita, uchta so'zga qarab biz relevant, extended va supported ga qarab biz bir chiroyli va qiziqarli formula bilan nima o'ylab chiqsak bo'ladi. O'zim o'ylab chiqib, boshqa ustozlardan albatta olingan. O'rnida I'm not trying to take all the credit. Buni men ko'p ustozlardan bitta olib o'rganib chiqqandim. Shu task response'da kelib chiqqan holda bilinglar, что sizlar band descriptorsga javob berib bilsangiz, nimaga examinerga xohlagan narsani bergan bo'lasiz. Bu juda muhim. Ya'ni task response, ya'ni band descriptors, task response, coherence, cohesion, lexical resource va oxirgisi grammar range and accuracy qarab siz agar shu band descriptorslarga javob berib bilsangiz, examinerga xohlagan narsani berib qo'yasiz va o'sha holatda sizni ballingiz oshib ketadi. Qaraymiz, bu formula juda oson, qiyin emas. Ya'ni birinchi bo'lib siz ideya berishingiz kerak. Ya'ni body yozayotgan paytingiz birinchi bir maqsad bu ideya berish, tushuncha berish. Ya'ni bu body nima haqida gapirib ketadi, nimani support qiladi. Ikkinchisi bu albatta siz bergan ideyani ochib berish kerak. Extend ideyani qilgandan keyin albatta siz support qilasiz. Support degani example, iloji boricha example bering. Savol shaxsiy experiencedan berish mumkinmi? Ya'ni man, I, me, my experience degan so'zlar ishlatish mumkinmi? Yes. Eslab qolinglar. IELTS Writing Task 2 band descriptorsga personal experience ishlatish mumkin emas degan qismi yo'q. Uni qonun qoida yo'q. Eslab qolinglar. Albatta 4-chi, ya'ni oxirgi gapda agar iloji bo'lsa, mani maslahatim bu kichkina conclusion yozib qo'yish. Ya'ni siz umumiy shu body ichida nima yozganligingizni yana bir marta qisqa takrorlab bersangiz, siz imенно shu bodyda nima yozganligingizni examiner yanada yaxshiroq tushunib olib o'sha narsani esga qoldiradi. Shuning uchun shu formula bilan maslahatim ishlash. Hozir sizlarga bir turli xil examplelarni ko'rsatib o'taman va shu exampleni ishlatsangizlar, shu formulani ishlatsangizlar, essaylaringiz ancha-muncha yaxshiroq yozilib, ancha-muncha clear bo'lib ketadi. Chunki bizga kerakli narsa bu clarity. Ketdik. O'zi bu narsaga qanday kelib kelganman? O'zimni task 2 essaylarimni men birinchi bo'lib Jo'rabek Sanoqulov essaylarini o'qigan paytim bitta narsaga e'tibor berdim. 8.5 olganlar writing task 2dan. U kishida doimo 3 ta 4 ta baji bor edi. Bajilari juda uzun edi. Hayron qolardim, nima uchun ko'p yozadilar. Keyin qarasam, yana 8.5 olganlardan keyin qarasam, o'sha essaylar uzun, qarasam, haqiqatan har bitta ideyani birab chaynab berar ekanlar o'sha. Har bitta bajida bitta ideya bor. Ya'ni per paragraph one central topic. Har bitta paragrafda bitta central topic, bitta muhim topic, boshqa narsa yo'q. No, hech narsa haqida gapirmaylar. Menda esa naborot, bitta yo ikkita baji qilardim. Har bitta bajida 3 ta 2 ta ideya berib ketardim. Ideyani yaxshi tushuntirmadim.
O'sha uchun man maksimum 7,5gacha patologim bor edi. Mani oxirgi IELTSlarimni, ya'ni 8 dan olish oldin oxirgi essaylarim именно band nimalarim skorlarim bunaqa bo'lgan. 7, keyin 6,5, keyin 7,5, keyin 7,5, keyin 7,5. Mana shular chiqqan manda. Ya'ni 7,5 dan chiqolmaganman tepasiga. Juda qiynalib ketgandim bu nimaga 8 gacha borishim uchun. Вот, shuni aytib o'tish kerak edi. Sizlarga qulayroq bo'lishi uchun o'zi nimada PPT faylda PPT-faylni yuborib qo'yamiz. Bemalol ishlasangiz bo'ladi bolalar. Ya'ni eski essaylarimni, ya'ni birinchisini topishlaringiz mumkin, ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Ya'ni birinchi essay bu 2023-yil, keyin secondisi 23-yil first June. Ikkalasi ham bir-biriga bir taqqoslab olgan holda bir-biriga o'xshaganligi uchun men nima qilmoqchi edim, sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Qanday qilib shu essaylarni men improve qilishim mumkin edi va yangi essayimdan ham alohida bitta primer ko'rsataman, bitta body paragraph, yanada nimasini ham yozib qo'yganman, sanasini e'tibor bersangizlar tepaga chiqib kanalimda birinchi yozgan essaylarimni yoki ikkita body bilan yozardim, yoki 3 ta yoki 2 ta esimda yo'q aniq, 2 ta body bilan yozardim izodatda. Har bitta body juda ko'p idea berardim, g'alati narsa bo'lib ketardi. O'sha uchun keyin Jo'rabek essaylarni ko'rib men o'zgartirishga harakat qildim. Вот, davom ettiramiz. Endi ketdik. Shu essayni tanladim men. Bu essayni shunchaki birinchi bo'lib chiqqanligi uchun tanlab oldim. Lishniy nima deylar, axtarib yaxshiroq essay topish uchun yo'q. Chunki boshida essaylarimni aniq katta xatosi bor edi. Shu examplega qarasak, o'zi savol, dastlabki savolimni kanalda ko'rishlaringiz mumkin. Dastlabki savol bunaqa edi. Hozirgi holatda ko'p odamlar ishlarni tez almashtirib yuradi, o'zgartirib yuradi, savol nima uchun bu narsa sodir bo'lyapti va qanaqa yechimlar bor bu muammoga? Nima uchun odamlar hozirgi paytda doimiy holda har doim ishni o'zgartirib o'tiradi va qanaqa yechimlar bor? Bu holatda men причина, ya'ni reasons haqida gapirgandim. Qaraymiz. Yashildan belgilangan joy. Another possible cause is political tensions that often arise between countries, and this eventually leads to disruption in supply chains, and this in turn contributes to joblessness. The ongoing war in Ukraine just goes to show how a war in one small country causes many millions of people to lose their job. Ozgina disappointing men uchun bu ideya, chunki judayam yaxshi chaynab, yaxshilab tushuntirib bermaganman. Bu narsa baribir essayingizni band score'ini task response'dagi band descriptor'ini sizni pastga tushirib qo'yadi, drags your score down. O'sha uchun bu bilan ehtiyot bo'lish kerak. Kelinglar, o'zimga bu essayni yaxshilash uchun aniq savollar berganman. O'zi planning bilan qanaqadir muammo bordimi? Yo'q. Timing bilan qanaqa muammodir bordimi? Yo'q. Wording bilan muammo bordimi? Yo'q. Vocabulary bilan muammo bordimi? Yo'q. Ya'ni hozir sizlar o'qib chiqsangizlar bu essayni hech qanaqa grammatik, vocabulary bilan muammo yo'q. Bitta muammo bu developing. Mani essayni ideyamni, ikkinchi ideyamni yaxshi ochib bermaganman. Bu juda ham muammo. O'sha uchun bu formulaga qarab hozir o'zgartirib qo'ydim va farqini ko'rasizlar o'sha holatda. Formula o'sha aytganimda bog'ichida juda oson. Give an idea, extend the idea, support the idea, draw a short conclusion. Albatta oxirida kichkina conclusion bo'lishi kerak. Xo'p, ketdik. Bu bizning original essayimiz. Ko'rib chiqishingiz mumkin. Ya'ni shu formula bo'yicha faqatgina example'ni berganman va example'dan tashqari men support idea qilgan misol berganman. Qaranglar. Ya'ni birinchi sentence'im bu nima? Bu shunchaki ideyani o'zi va uchinchisi bu bizda support the idea faqat example'ni berib ketganman Ukrainani. O'tib ketamiz bundan keyingi qismga. Qaranglar. Bu уже paraphrased version, bu уже extended version, yaxshiroq versioni bu. Birgalikda o'qib chiqamiz. E'tibor bersangizlar, o'sha formula bo'yicha hammasi mavjud. Hamma formulaning butun hamma qismlari mavjud. O'qiymiz. So another possible cause is political tensions that often arise between countries, and this eventually leads to disruption in supply chains. Ya'ni hech qanaqa bir nima yo'q, problema yo'q bunda. Ideya berilgan, lekin buni support qilish kerak. Siz eslab qolinglar, formula bo'yicha prям вот ketma-ketlik men yozganimda bo'lish shart emas. Ya'ni birinchi bo'lib example ham berish mumkin, keyin example'dan kelib chiqib support idea, give idea qilasiz, extend idea qilasiz va oxirida conclusion. Conclusion albatta oxirida qoladi, lekin 1, 2, 3-chi formuladagi qismlarni bemalol ketma-ketligini o'zgartirsangiz bo'ladi. No problem. Ketdik.
Uchinchisidan man misol berishni boshladim o'sha. Such a disruption is highly likely to lead to widespread job losses, as exemplified by the war in Ukraine. Which example, this ongoing war just goes to show how a war in one relatively small country had far-reaching consequences since it resulted in unemployment for millions worldwide. Ana ideya berdim, supply chainga muammo keltirishi mumkin va misol uchun Ukrainada shunaqa narsa sodir bo'lgan va Ukrainaga shu narsa sodir bo'lganligi uchun ya'ni butun Yevropa safar qilish boshladi. Buni o'zi general knowledge'da kelib chiqib nima qilganman, yozib qo'yganman. Keyingi gapda yozdim. This ongoing war just goes to show how a war in one relatively small country had far-reaching consequences. Bu holatda men explain qilyapman qanday qilib Ukrainada bo'lgan war butun bir Yevropaga ta'sir qilganini. Oxirgi gapda umumiy bitta summary yozdim. O'sha aytyapman. This particular case demonstrates the way international disputes can have a profound impact on global employment stability and changing employment patterns. Marhamat. Ya'ni employment stabilityga ta'sir qilgan. Chunki ko'p odamlar nimasiz qoldi? Jobless qoldi. Oxirida changing employment pattern. O'sha odamlar ishni tez-tez o'zgartirishga harakat qiladi. Chunki ishonch yo'q. Chunki shunaqa nimalar paydo bo'lsa muammolar siz avval ishlagan ishingiz hozir уже keraksiz bo'lib qolishi mumkin. Aytaylik, war paytida siz kafeda barman bo'lib ishlagansiz, lekin wardan oldin barman bo'lib ishlagansiz, wardan keyin barmanga hech qanaqa demand yo'q, sпрос yo'q, o'sha uchun ishingiz nima bo'lib qoladi, bekor bo'lib qolishi mumkin. O'sha uchun odamlar nima qilishadi ko'pincha, iloji boricha ko'p ishlab, ko'proq skill olib, o'ziga job security ta'minlashga harakat qiladi. Keyingisi yana bir marta bu formulani aytib ketish kerak. Given idea, ideyani berganlaringizdan keyin albatta extend qilgandan keyin supported va oxirida draw a short conclusion обязательно conclusion bo'lishi kerak. Conclusion bo'lsa, siz yanada yaxshiroq tushuntirgan bo'lasiz. Umuman o'zi task 1, body 1, body 2 ni shuni eslab qolinglar. Albatta bilinglarki, men sizlarga berayotgan essaylar bilan band-9 emas, ya'ni band-9 structure hali beraman, bunaqa darajaga erishib qo'ymaganman. O'sha uchun orada albatta qanaqadir slip ups, qanaqadir irrelevant statement chiqishi mumkin. Buni hech qanaqa meni fikrim bo'yicha xatosi yo'q, chunki o'zim ham tajribamda kelib chiqib ko'rdim, что bu bilan ham siz bemalol 8 yarim olishingiz mumkin. Ya'ni xatolar umuman qarasangiz bo'lishi mumkin, lekin sizning xatolaringiz katta ta'sir ko'rsatishligi kerak essayingizga. Keyingisiga o'tamiz. Ikkinchisi. Xo'p, keyin men conclusionni ham rivojlantirish boshladim o'zi. Chunki conclusionlarim ham kichkina chiqardi. Conclusion ham ozgina unda so'zib qo'shsangiz bo'ladi. O'zi birinchi bir qiziqarli narsa, yaqin orada o'zim shu narsani bir bilib qoldim. Conclusionni iloji boricha one sentence bilan bermaslik kerak. Ya'ni bitta gap bilan conclusionni yopish ozgina xatoroq narsa. Chunki siz u bilan siz butunlay hamma fikrlaringizni yetkazib bera olmaysiz va essayga yozilgan umumiy hamma ideyalarni bera olmaysiz. Shuning uchun iloji boricha bolalar conclusionni ham agar siz 6 dan 7, 7 dan 8 chiqmoqchi bo'lsangiz, juda katta ehtimol bilan bitta yordam berayotgan narsa, yana bitta yordam berayotgan narsa bu conclusionni extend qilish. Ya'ni conclusionni bitta gap bilan emas, 2 ta yoki 3 ta gap bilan yozib berish. Albatta, eslab qolinglar, хорошо? Buni ham o'zining kichkina formulasi bor. Bu birinchisi siz shortly recap qilishingiz kerak, ya'ni qisqacha hamma narsani eslab o'tasiz va ikkinchi gapingizda bemalol opinion berishingiz mumkin. Naborot ham qilishingiz hech qanaqa xatosi yo'q. Ya'ni siz birinchi opinionni berib, keyin shortly recap qilib olishingiz mumkin bemalol. No problems. Ya'ni men bergan bu yerda tartib bo'yicha ketish shart emas. Oldingi badimni ko'rdinglar. O'qitadigan umiddaman. Keling birga o'qiylik. All in all, mastering different skills. Birinchi essayimga bu conclusion. All in all, mastering different skills in investing should in most cases be enough to make sure that fewer people lose their job permanently. Ya'ni ko'p holatlarda siz agar turli xil skillsni, ya'ni mahoratlarni qo'lga kiritsangiz va o'zingizga investitsiya qilsangiz, sizga bu narsa yetarli bo'lishi kerak deb conclusion qilgandim. Ya'ni butunlay ishingizni, jobingizni permanent, ya'ni doimiy ravishda polni yo'qotish bu ehtimolliga ancha pasaytiradi. Chunki sizga barcha skillslar bo'lsa, siz turli xil ishlarga ishlashingiz mumkin. Shu narsani aytib o'tganman. Endi keling shuni upgraded versionni olib chiqamiz. Upgraded version ancha muncha yaxshiroq. Aytganimdek ikkita gap bor. 1, 2 va ikkalasini ham shu formula bo'yicha yozganman.
Birinchi gapda manda short recap qilib, ikkinchida opinion berib ketganman. O'qiyman masalan. All in all, the rapidly evolving landscape of technology and global politics necessitates a proactive approach to career security and financial stability. While technological advancements and political tensions can lead to job displacement, mastering different skills and investing, in my opinion, should in most cases be enough to make sure that fewer people lose their job permanently. Ana shu manda upgraded versioni aytganimday birinchi gapda man nima qildim? Qisqacha recap, ya'ni ba'zilarimga nima yozganimni aytib chiqdim. Solution ayniqsa. Ikkinchida o'zimni fikrimni aytib qo'ydim. Bitta narsani aytib qo'yay. Hozir siz aytishingiz mumkin Jahongir aka, bu essayda opinion so'ramagan-ku. Bironta essay sizdan siz opinion yozish uchun albatta opinion so'rash shart emas. Ya'ni what are the advantages and disadvantages degan essayda ham siz bemalol I think this is the advantages and this is the disadvantages shunaqa gaplarni aytishingiz mumkin. Hech qanaqa qonun, qoida yo'q. Eslab qolinglar. I think, in my opinion, my own view is that degan narsalarni bemalol qo'shishingiz mumkin. Любой bitta essay type'da bunda ham mumkin. Bu mixed type, ya'ni bizda birinchi savolimiz nima edi? Causes, ikkinchisi solutions. Vot. Shu narsani eslab qolamiz va keyingisiga o'tamiz. Ikkinchi essayimga qarasangizlar agar, aytganimday o'sha 4 ta qismli formulada faqat ikkitasi mavjud. Bu o'sha boshqa essay. Bu essayni ham men belgilab qo'yganman qachon topganim. Bu menimcha birinchisi agar bizda 31 June bo'lsa, bu o'sha atrofda bo'lishi kerak, esimda yo'q qaysi. Qaraymiz essayni o'ziga. E'tibor bersangizlar, menda faqat nima bor? Give idea bor. To'rtinchisi bu draw a short conclusion. Conclusion ham bir aniq emas. Qaranglar. Proponents of making school a place to study laws and master job skills claim that students do not spend enough time with their teachers and tend not to have that close of a connection with them. Ideya berdim. Что teacher va studentlar orasida hech qanaqa connection yo'q. O'sha uchun teacherlar law faqat dars berish kerak. Another problem might be stemming from the fact that classes are often packed with students and no teacher can allocate enough time and help every single student. Yana ideya berdim. Hozircha explanation yo'q. For this reason, schools should just be focusing on making students good citizens and teach them hard skills. Tamam, yine tepada berilgan sabablar tufayli faqat nima deydi, citizensga chetlantirish kerak va ularga ishga oid skillsni berish kerak degan aytgan gapim bor edi. Tamam. Yaxshilab tushuntirib bermaganman. Bu katta muammo, chunki siz essay yozayotgan paytingizda iloji boricha har bitta ideyani, eslaringizda bo'lsa aytdim boshda, chaynab berishlaringiz kerak. Chaynab, ya'ni in great detail explain qilgan ideyangiz juda yaxshi ideya bo'ladi. Juda yaxshi ideya. Eslab qolinglar, chunki task response-ga juda katta ahamiyat beriladi. No, bilamiz, что task response, coherence, cohesion, lexical resource, grammatical range and accuracy hammasi 25% dan sizni essayingizga ball qo'shadi. Ya'ni hammasi teng ravishda sizda yaxshi bo'lishi kerak, zo'r bo'lishi kerak siz yaxshi baho olish uchun. Ketdik-endi. Shu narsani men formulaga qarab rewrite da. Birinchisiga qaraymiz mana. Proponents of making school a place to study laws and master job skills claim that school students don't spend enough time with their teachers and tend not to have that close of a connection with them. Another problem, birinchi ideyani ko'rdingizlar, o'qidik. Endi shuni men paraphrase qilib yozgandim. Qaraymiz. Supporters of the idea to reshape schools into institutions primarily focused on legal studies and job skill development highlight, and odamlarla aytayotganki, they highlight the current shortcomings in teacher-student interaction. Shortcomings nima? Kamchilik degan, limitations. Qanaqa kamchilik haqida gapirdim. Endi tushuntiraman. They argue that the limited time students spend with teachers impedes the formation of strong educational bonds. Marhamat. Strong educational bonds, bu nima? Bu connection. Connection uchun vocabulary synonym ishlatdim. Bu lexical resource'ga sizga nima beradi? Ball beradi-da. Chunki bu yerda lishni narsa hozircha yo'q, umuman. Dalcha impedes degan so'z bor, formation degan so'z bor, bonds degan so'z bor. Ya'ni bitta sentenceda 3 ta high level vocabulary ishlatilgan va sizga albatta bu lexical resource'ni tepa ko'tarishga yordam beradi. Dalcha this lack of close connections, they believe, hampers the students' comprehensive learning and personal development. Qaranglar, orada lack of connection va qanaqa ta'sir qiladi bu narsa? Hampers students' comprehensive learning and personal development. Ko'rdingizlar? Ya'ni har tomonlama o'qish, har tomonlama rivojlanishga xalaqit berar ekan bu narsa. Xalaqit emas, uzr, buxorocha bo'lib ketdi, halol berar ekan. Vot, shu narsani eslab qolaylik. Bizda yana vocabulary, high level vocabulary bor, hamper bor, comprehensive learning bor. Shu narsalar juda foydali. Dalsha.
Conclusively, conclusion qilamiz oxirida. Conclusively, they advocate for a more specialized curriculum that enhances these critical relationships. Ko'rdingizmi? Ya'ni umuman connection relationship haqida gapirgandim. Student va teacher orasida shu narsani yana bir marta conclusion qilib eslatib o'tdim. What bizada yana advocates degani chiqdi, specialized curriculum, enhance, critical. 5 ta juda high level vocabulary bitta sentence'da. E'tibor beringlar. Bu narsa juda muhim. Shuning uchun men maslahatim, agar siz уже 7,5 va 8 ga mo'ljal qilayotgan bo'lsangiz, iloji boricha от души ko'proq so'z yozishga harakat qiling. Qanday? Shu formula bilan. Okay? Yaxshi. Keyingisi, ya'ni ikkinchi ideyani boshqa tarz beryapman. Qaysi ikkinchi ideyani? Ya'ni another problemdan boshlagan. Might be stepping from the fact that classes are often packed with students. Ya'ni studentlar juda ko'p to'lib ketgan va bitta teacher uspet qilmaydi. ulgurmaydi. Endi o'qiymiz. Upgraded version. Additionally, these advocates point out the issue of overcrowded classrooms where individual student attention is challenging to achieve. Odamlar ko'p, ularning attentionini olish juda qiyin. With teachers spread thin, ya'ni teacherslar juda kam, spread thin, kam degani bu ham nima? Idiomatic expression. Idioma emas, idiomatic expression. Eslab qolinglar. Personalized guidance is scarce, ya'ni personalized feedback berish juda qiyin, chunki studentlar ko'p, hammaga beramaysiz. Leading to an uneven educational experience. Shu narsa ko'p kelar ekan, ya'ni hammaga ham e'tibor yetmaydi. This situation underscores the need for a curriculum shift towards fostering responsible citizenship and imparting practical skills. Ya'ni siz hammaga guidance berolmasligingiz uchun har bitta studentni since you cannot bring out the best in every single student, ya'ni har bitta studentni eng zo'r skilllar, talantlarni chiqarmasligingiz uchun shu tufayli maslahat qanaqa? Maslahat we need a curriculum shift towards fostering responsible citizenship. O'sha uchun shunaqa o'zgarish kiritishimiz kerak aytyapman, explain qilyapman. Nima uchun bizada darslarda studentdagi talantni chiqarish kerak emas va aslida bu narsa juda qiyin va o'shani sababini tushuntiryapman. By doing so, schools could more effectively meet the diverse needs of each student, ensuring a more equitable and targeted educational approach. Marhamat, example sifatida, ya'ni example bermasdan support qilib chiqdim. Supportni ham chiroyli qilib conclusion qildim. Qanaqa conclusion bizda? Men aytdimki, что buni o'rniga bizga nima kerak? Biz har bitta studentga hard skills o'rgatishimiz yaxshiroq deb aytib ketdim. Hop. Keyingi qismga o'tamiz. Essayni o'zi eslaringizda bo'lsa qanaqa edi? What? This essay juda kichkina, ko'ryapsizlarmi? Ya'ni bu essay juda kichkina, juda. Qaranglar, shu narsaga paraphrase, ya'ni upgrade qilib qo'ydim, improve qilib qo'ydim. Bu albatta bu essay yaxshiroq baholadi. Aytishingiz mumkin, Jahongir aka, bu narsani siz 1 soatda ulgurasizmi yozishga, 40 minutda ulgurasizmi yozishga? Agar enough experience va practice bo'lsa, it's possible. It's possible da. Bu uchun albatta sizga vaqt va experience kerak. Feedback, juda ko'p feedback, experience, practice hammasi juda muhim. Вот. Bu уже misol uchun bu eski essayimni va shu example eski essayim bo'lsa, meni yangi essayim o'zimni bir boshqatdan ochganimdan keyin essaylarimni ustiga ishlab boshqatdan yozishni boshladim. Bilasizlarmi, menimcha bir hafta ham ketmagan edi bu narsa uchun. Men bir kunmi, 2 kun ichida shu narsa bir qaror qildim. Bundan keyin o'zimga aytdimki, essaylarni ikkita baji bilan emas, 3 ta 4 ta baji bilan yozishga harakat qilaman va har bitta bajida bitta central topic, bitta central idea bo'ladi dedim o'zimga. Qaraymiz, bu essayni o'qib chiqamiz. Albatta bu baji perfect emas, orasida xatolari bor, cohesion bilan muammo bo'lgan. Lekin umuman qaraganda oldingi essay, ya'ni men bu yozgan essayimdan ko'ra ancha-muncha yaxshiroq, chunki bu essayda men har bitta ideyamni, o'zi bitta ideyani chaynab in great detail tushuntirib berganman. O'qiymiz. Another reason why such an attitude towards life might be negative is that believing you should always opt for a higher paying career than a more fulfilling one might hold people back. Manimcha bo'lish kerak, from making more money down the road in the long term. Ya'ni qarang, down the road in the long term ancha nimalar qo'shib tashlagan vocabulary, lekin umuman qaraganda
Bu oldingidan yaxshiroq. Nima uchun? Chunki men hozir ideyani berdim. Ideyam nima? Siz o'zi sevmagan karyerangizni tanlamasangiz, keyinchalik kam pul qilishingiz mumkin. Ya'ni ko'p pul qilaman deb, naоборот, kam pul qilib qo'yasiz. Mavzu o'zi juda qiziqarli edi. Ya'ni odamlar o'zi sevgan karyerani tanlashi kerakmi yoki ko'p oylik beradigan karyerami? O'qiymiz endi. Tushuntirib beraman. Nima uchun siz sevmagan karyerangizni tanlasangiz, ishingizni, kasbingizni keyinchalik kam pul qilasiz. Put simply, explanation. Since people opt out of the professions that they're passionate about in favor of a job that pays more, they often wind up hating their choices and not working as efficiently and eventually quit those jobs. Qaranglar, ya'ni siz o'zingiz sevmagan ishingizni tanladingiz, oylik kattaroq, lekin oylik oshishi qiyin. Oylik oshmagani uchun siz nima qilasiz uni? Hate qilish boshlaysiz. Chunki sizga o'zi kerak narsa bu kattaroq oylik, lekin har oy oyligingiz xohlaganingizda oshmayapti. Muammo, yes, muammo. Shuning uchun bu narsani eslab qolamiz. Keyinchalik, should they do otherwise and pick a career path that fulfills them? Qaranglar, ya'ni men siz o'z bu yerda inversiya degan narsa ishlatyapman. Inversiya emas, uzr, men conditionals ishlatyapman. Ya'ni conditionalsni if ni o'rniga should ni ishlatyapman. To'g'rimi? To'g'ri. Akademikmi? Akademik. Savolda muammo bo'lmasligi kerak. Xo'p, if they do otherwise and pick a career, should if degani. Pick a career path that fulfills them and believe that they bir xato qilib qo'yganman aytganimda, e'tiborsiz editing qilmasdan, they can go slowly but steadily from making a few dollars to landing themselves jobs at high profile companies. Marhamat, misolday, supportday shu sentence'ni berib qo'ydim. In doing so, they not only secure themselves a source of income, but they also feel that they are contributing to their society and at the same time enjoying their work. Bu yerda menda explanation yetmagan, shu explanationga ustiga ishlashim kerak edi. Shu payt e'tibor bermasdan tezroq yozib qo'yay deb yozib ketganman, lekin bu birinchi essayim, qaysida men juda ko'p so'zni yozib chiqqanman. Chunki bu essayda, as far as I remember, 500 tadan ziyod so'z yozgandim, xato qilmasam. Formula eslab qolamiz. Formulada give an idea, extend the idea, support the idea, draw a short conclusion. Bu juda muhim. Chunki shu formulaga biz qarab essayni yozib chiqsak, прям вот fully explained, fully extended, fully supported idea chiqadi. Esingizda bo'lsa, bandiskriptda shunday yozganda, ya'ni idea relevant birinchidan, ikkinchidan relevant bo'lgandan keyin siz extend qilgansiz ideyani, yes, is support qilgansiz. That's perfect. Oxirida siz draw a short conclusion qilsangiz, bu cherry on top bo'lib, sizni essayingizni 8 emas 9 ga ko'tarib qo'yishi mumkin. Lekin albatta vokabular kerak bu uchun. Vokabularsiz bunaqa yozish oson emas. Xo'p, bugun uchun bir qisqa xulosamiz. Birinchidan bolalar ko'p so'z yozish hech qanaqa xato emas. Ya'ni ayrimlar aytishi mumkin, Jahongir aka ko'p so'z yozib, naborot o'qimasligi mumkin. Unaqa narsa qilsa ekzaminaringiz ishdan haydalib ketishi mumkin. Haydalmasa ham retrainingga o'tadi. Retraining qilsa u katta, u uchun loss, financial loss. Shuning uchun bu narsaga ahamiyat bermanglar. Sizga shunaqa narsa aytayotgan bo'lsa kimdir. Ko'p so'z yozish bu normal holat. Keyin formulasi ham menimcha sizlar uchun tushunarli. Bu give an idea, extend the idea, support the idea, and draw a short conclusion. Eslab qolinglar, bularni mix qilishingiz mumkin. Ya'ni conclusiondan tashqari 1, 2, 3 stepni mix qilib tashlashingiz mumkin. Ya'ni birinchi support qilib, qaysidir nimani example orqali keyin ideyani berib qo'yishingiz mumkin, keyin o'sha ideyani extend qilishingiz mumkin. It's completely okay, completely possible. Biz nafaqatgina bodyni kattalashtirishimiz mumkin bu formula orqali. Ikkinchi formula conclusion uchun. U formula orqali ham siz conclusiondagi paragrafni ham bitta gap emas, ikkita gap bilan qilganingiz yaxshiroq. Buni men high scoring candidates, ya'ni bitta yaxshi tanishimdan eshitgandim. Что iloji boricha siz conclusionni ikkita body bilan yozib qo'yishingiz kerak. Oxirgisi bu albatta bu hamma sizga butunlay berilgan dars va bu bilim menga band descriptors orqali keldi. Albatta practice qilganman, practice qilib keyin band descriptorsni o'qib chiqqanman, shu xato bo'lganmanda. Agar band descriptorsni o'qib chiqib yaxshiroq o'rgansaydim, menimcha bu narsani allaqachon tushunib olgan bo'lar edim. Shuning uchun band descriptorlarni study qilib chiqing. Band descriptorsda juda muhim nimalar bor, faktlar, juda qiziqarli faktlar emas, juda bir foydali tipslar topib olishingiz mumkin o'z uchun. Shuning uchun band descriptors speaking va writing tasdiqlovchi uchun juda muhim.
bu darslarga juda foydali bo'lgan degan umiddaman. Xudo xohlasa kelajakda bunaqa darslarni yanada ko'proq o'tkazamiz. Yanada juda foydali darslarni tarqatishga qo'llangancha harakat qilish kerak. Harakat qilamiz. Hammaga ekzamenlarga omad, tayyorgarlikka omad. Xudo xohlasa kelajakda yana ko'rishamiz bunaqa darslarda. Sog' bo'lasizlar.